UFC janglarini tomosha qilib daromad topishni xohlaysizmi? Endi bu juda oson. Omad silkasi orqali ro'yxatdan o'ting va promokodga Vodiy so'zini kiriting. Shundan so'ng Telegramdagi menejerga yozing, u sizga hisobingizni real pullarga to'ldirib beradi. Omad silkasi va barcha to'liq ma'lumotlarni Telegramdagi Vodiy MMA kanalimizda yozilgan. Assalomu alaykum Vodiy TV kanalining UFC muxlislari. Salqin kechayotgan bahorda sizlar uchun qaynoq yangiliklarimiz bilan bugungi videorolikimizni boshlaymiz. Charles Oliveira, Ilia Topuria va Islam Makhachev atrofidagi bahs qizg'in tus oldi. Charles Oliveira nega aynan Islam bilan jang qilishni xohlamoqda? Ilia Topuria nega o'zining yengil vazn divizionining otasi deb e'lon qildi? Dana White bu vaziyatga qanday munosabat bildiradi? Hammasi Charles Oliveiraning UFC rahbariyatiga qilgan rasmiy murojaatidan boshlandi. U xalqaro jang haftaligida Islam Makhachevga qarshi chempionlik jangini talab qildi. Oliveira shunday deydi: "Hozir juda ko'p gap so'zlar bo'lmoqda. Menga chempion kerak va chempion Islam Makhachev. Topuria juda zo'r yigit. U butun dunyo bo'ylab hurmatga loyiq, lekin hozirgi paytda men u bilan jangni yetarlicha yirik deb hisoblamayman. Agar menga chempionlik kerak bo'lsa, men Makhachev bilan jang qilishim, uni mag'lub etib va yana chempion bo'lishim kerak", deydi Oliveira ispaniyalik sport sharhlovchisi Alvaro Calmero bilan suhbatida. Ilia Topurianing javobi: "Charles, yaxshisi jim turganing ma'qul. Senda 10 ta mag'lubiyat bor. 5 tasi nokaut, 4 tasi bo'g'ish uslubi bilan, bittasi hakamlar qaroriga ko'ra. Sen da'vogarsan, men esa chempion. Bu divizion otasi menman. Bu yerga kimdandir, nimanidir so'rash uchun kelmaganman. Bu yerda xo'jayin menman." Shu bilan Topuria o'zining bu vazn toifasining haqiqiy yetakchisi deb e'lon qildi. Tashkilot rahbari Dana Whitening so'zlariga ko'ra, gruziyalik jangchining raqibi bir necha haftalar ichida e'lon qilinadi, ammo hozircha barcha ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, chempion raqibi amaldagi Islam Makhachev bo'lishi mumkin. Charles Oliveiraga keladigan bo'lsak, uning navbatdagi raqibi sifatida rossiyalik Arman Tsarukyan ko'rilmoqda. Tsarukyan braziliyalik jangchini raqib sifatida ko'rishni xohlamoqda va unga revansh imkoniyatini berishga, shuningdek o'tgan yilgi mag'lubiyati uchun qasos olishga imkoniyat bermoqchi. Dana Whitening rasmiy bayonoti: "Biz hali ham jang rejasi ustida ishlayapmiz. Bizga 2 hafta vaqt bering. Shunda Topuria haqidagi ma'lumotni oshkor qilamiz." Ya'ni Topurianing keyingi raqibi kim bo'lishi hali rasman aniq emas. Lekin UFC'dagi turli manbalarga ko'ra, Ilia Topuria to'g'ridan-to'g'ri Islam Makhachevga qarshi chempionlik jangiga chiqishi mumkin. Sizningcha kim kamar uchun jang qilishi lozim? Fikrlaringizni izohlarda albatta yozib qoldiring. Ha aytgancha, like bosishni unutib qo'yapsiz jigar. Bizdan uzoqlashmang va keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha.